Mana nimaga mana shunaqa vanna bo'lib qolgan? O'zing fikringni berishchi. Hozir shu yuzini olmoqchi edim. Mana eshik yopib o'tirganda, Hop. hamma odam bitta yurib ketganda, ko'pincha ishda yurgandan keyin уже vaqt o'tib yedirilib ketgan. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Men unaqa deb o'ylamayman. Sizlar qanaqa deb o'ylaysizlar? Vannani ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Mana odamlar kirib ketyapti mana shu. Imini shu yerdan o'tyapti, narigi odam emasda. Noma'lum uribini olib kelganda, vanna qilib qo'yishgan. Bu o'zi shunaqa spetsiyalni shunaqa vanna qilinganmi? Toshni o'zi yoki mashdan yurilaverib chaqlanib ketganmi ekan? Turkiyada mana shunaqa narsalar ko'p-da. Mana bu yerdan kirganinglarda, kelayotganinglarda o'ng tarafini mana shunaqa bundoq chaqlab qo'ygan. Maqsad nima bo'lgan bu yerda? Nima uchun shu chaqlab qo'yilgan? Mana odamlar chiqyapti. Chiqishda ham shu yerdan chiqyapti, kirishda ham shu yerdan kiryapti. Sabab nimaga ekan? Sulton Ahmedning masjidiga kirilishda ham mana shunaqa narsa qilib qo'yishgan, ko'ryapsizlarmi? Bu boshqa joy. Menimcha shu o'rinda o'zida spesial shu narsani qilishgan. Bu narsani interyerda ham ishlatish kerak, ya'ni zamonaviy interyerda ham mana shu narsani qo'llab ko'rish kerak. Nima maqsadda qilishgan ekan? Bilsangiz kommentariyada qoldirib yuboringlar.